Başla. Assalomu alaykum hammaga. Men Bahromova Guliston. Mana shu Jamshid akani eshitib, men shu yerga davolanishga keldim. Mana 2 oycha bo'lib qoldi. Meni kasalim shu bir tomonim yaxlab 20-25 yildan beri yaxlab tomirim tortishib og'rib yurardi. Shu kasalim kuchayib oxir ko'zimga ta'sir qilgandan keyin shu Jamshid akaga keldim. Mana 2 oy bo'ldi, ignoterapiyalarni olib, muolajalarni olib, ancha yengillashdim. Xudoga shukr, tomirlar yumshab, hatto ko'zlarimning og'rigi ham qolib, ko'zlarimda ham ancha o'zgarishlar bo'ldi. Yana muolajani davom ettiraversam, ko'zlarimga ham ancha yengillik bo'ladi. Inshaalloh. Shunda boshingizdagi og'riqlar, o'sha bo'yindagi og'riqlar, bo'ynimdagi og'riqlar, boshimdagi og'riqlar, yuzimdagi og'riqlar, ko'zimgacha kelib turadigan, tortib og'rib turadigan og'riqlar yo'qoldi, ancha yengillashdi. Rahmat Jamshid akaga. Mana shu ignoterapiya menga juda asqatdi. Men boshqa joyda buncha nima ko'rmaganman. Boshqa joyda buncha yengillik topmaganman. Mana shu Jamshid aka muolajalaridan ancha yengillik topdim. Rahmat sizga. Alloh shifoyi komil bersin. Inshaalloh. Alloh shunaqa mehribon zot, g'oyibidan yetkazib, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik va sallallohu ta'ala xayra xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Yaman bika hojjati va rohi biyadaykan g'ayrika al-istaqbaltu ulayk. مالي أمل صالح استغفرتك رحمًا توكلت إليك وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمة سلامة صابوني صاحب كتير.